Hamma eko bemorlarimiz trombofiliya analizini topshirish shartmi? Albatta. Chunki bu analizga asoslanib, qonda quyilib qolish moyilligi bormi, yo'qmi deb aniqlaymiz va bu analizni javobi ekoni samaradorligiga bilyaj qiladi. Agar bu analizda bemorimizda o'zgarishlar chiqadigan bo'lsa, qon suyultiradigan tabletkani yonida butun homiladorlik davrida qon suyultiradigan ukol ham qo'shiladi va bu ukolni qanaqa dozada, qaysi haftagacha olishi har bir bemorga individualni tanlanadi. Trombofiliya analizida o'zgarishlar chiqqan holda to'g'ri lecheniya qilinmagan bo'lsa, bu keyinchalik homiladorlikka ham to'sqinlik qiladi, bemorimiz homila qolgan taqdirda ham bolani rivojlanishini to'xtab qolishiga sabab bo'ladi, abort vykidishlarga sabab bo'ladi. Yaxshi o'tayotgan homiladorlikni bir qaraganingizda 10-11-haftada bolani yurak urishini to'xtab qolishiga sabab bo'ladi. O'shanga bu analiz juda muhim hisoblanib, to'g'ri davolanishi biz uchun muhim. Bu shunchaki umid emas. Bu sizning eng yaxshi imkoniyatingiz. Bu Oncolife.